Assalomu alaykum qadrli musulmonlar. Bugun Dohada bo'lib o'tgan Arab va musulmonlar sammiti haqida gaplashamiz. Dohada o'zlaridan 1000 barobar kichik va zaif bo'lgan yahudlar vujudining tahdididan qo'rqqan Arab va islomiy mamlakat rahbarlari ishtirokida sammit bo'lib o'tdi. Sammitda Isroilning Qatarga qilgan hujumi va Netanyahuning arab olamiga bo'lgan tahdidi sabablari muhokama qilindi va qoralandi. Yirik islomiy o'lka rahbarlari yahudlar vujudi mabodo ularning birortasiga hujum qilsa, unga birgalikda javob qaytarishga kelishib olishgandek bo'lishdi. Millionlagan armiyalari, trillionlagan mablag' sarflab olgan qurollari bo'la turib, uyalmasdan yahudlardan qo'rqib, undan himoyalanish maqsadida hammasi birikishayotganini namoyon qilishmoqda. Ularning har biri yahudlar sionistlarini bir necha oyda tak tugi bilan yo'q qilib yuborishlari mumkin ekani Eronning bir necha kunlik hujumida ko'rinib dunyoga namoyon bo'ldi-ku. Demak, ular G'azodagi qatliam uchun yahud vujudini urush bilan yo'q qilib yuborishmoqchi emas, balki xuddi Xitoy singari xalqaro siyosat maydonida tarafdorlar o'z xavfsizligi yo'lida birika olishlarini namoyon qilish bilan yahudlardan himoyalanishmoqchi. Buning bilan ular yana AQSh ularni Isroil bilan qandaydir diplomatik kelishimlarga kelishtirib qo'yishidan umid qilishmoqda. Bu davlat rahbarlarida uyat, nomus, Alloh oldidagi majburiyatlarini his qilish tuyg'ulari umuman qolmagan. Ular kufrga rozi bo'lib, unga xor bo'lib bo'lsa ham, o'z yurtlarida boshqaruv taxtini ushlab qolishdan boshqa manfaatni ko'zlashmaydi. Qo'l ostidagi musulmon ummatidan qo'rqqanlardan yuqoridagi kabi sammitlar o'tkazib, ularni aldamoqchi bo'lishadi. Lekin Allohni aldab bo'lmaydi. U hammasini ko'rib turibdi va albatta barchasi uchun hisobot oladi. G'azodagi mazlumlar xunini olmagan amirlardan ham, musulmon yurtlari armiya qo'mondonlari va ularni muhosaba qilmagan musulmonlardan ham Alloh saqlasin.